Alleyaga yaqinlashishda dok joylashgan tomoningiz chapda bo'lishi kerak. Chap ko'zguni tekshiring va chapga buriling. Shunda treyler orqasi alleyaga iloji boricha yaqin bo'ladi. O'ng tomonni tekshiring va harakatlanishdan oldin to'sqinlik yo'qligiga ishonch hosil qiling. Rulni to'g'rilang va o'ng tomonni yana bir bor tekshirib chiqing. Treyler burni alleyadan o'tganda rulni o'ngga buring. Oldinga qarab yo'nalishni hisobga oling va joyning 3 dan 2 qismidan foydalangandan so'ng keskin chapga buring. Trak boshlang'ich holatga parallel bo'lganda to'xtang. Tashqariga chiqib ko'ring. To'g'ri joylashganligingizni tekshiring. Treyler orqasining chap burchagidan dokkacha bo'lgan yo'lni rejalashtiring. Orqaga yurishdan oldin treyler eshiklarini oching va mahkamlang. Dokka kirish. Tekis boshqarish bilan boshlang va kerak bo'lsa o'ngga buriling. Agar treyler yo'nalishi juda keng bo'lsa, rulni o'ngga buring. Agar treyler juda chapga siljigan bo'lsa, chapga burib uni quving. Treyler dok bilan to'g'ri joylashganda keskin chapga burib uni to'g'rilang. 3-4 fut masofada to'xtang. Parkovka tormozini torting va chiroqlarni yoqing. Tashqariga chiqib masofani yana bir bor tekshiring. So'ng dokka sekin orqaga yuring. Offset harakat. Parallel parkovka. Offset orqaga yurish eng qiyin manyovrlardan biridir. Faqat kerak bo'lganda foydalaning yoki agar treyler dok oldida bo'lmasa. Joydan o'tib keting va treyler orqasi bilan dok orasida 3-8 fut qoldiring. To'sqinliklar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Yordamchi bo'lsa, undan foydalaning. Orqaga yurishni boshlaganda rulni biroz chapga buring. Shunda treyler 15 darajali burchakda joylashadi. Treyler to'g'ri holatda ekanligini tekshiring va o'ng tomonni ko'zdan kechiring. Rulni keskin o'ngga buring. Shunda treyler joyiga joylashadi. Old qismi joylashgandan so'ng chapga burib, butun trak treylerni joylashtiring. Oldinga yuring va to'g'ri joylashganligingizni tekshiring.